Yo'q, bog'chaga bormayman. Borasan, 11 kilometr xolos. Bog'chasi peshkom yurmayman deydimi? Ko'p bering, mashina olib bering. Qanaqa ko'p to'q o'chir ovozingni bodring kalla. Mashinani ichkariga olib kirsak bo'lmasmikin? O'zi yarim metr qoldi xolos aka, bolangiz peshkom kiraversin. Tushing toy bola. Soat 5 da kechik qolmasdan kelinglar. Nechi bo'pti buni issig'i? 41,5 bo'pti issig'i. 41,5 ham temperaturami? Qo'yog'i surib qo'yamiz. Isiriq ham tutatib yuborgan, ha? Qo'shninikidan isirg'ob chiqay unda. Aytmoqchi, buningizni tishi ham og'riyapti. Hozir Moskvishda orqasida ombir bor edi, olib kelay. Doktor, yordam bermasangiz bo'lmaydi. Tinchlikmi bolaga nima qildi? Temperaturasi 37,1. Qilib kechasi bilan yo'talib uxlolmayapti. Ishqilib sizlarda antibiotik, probiotik, hamma biotik, meotiklar bormi? Ha, bor. Qipshinib yotadigan dorilar ham bor. Wi-Fi televizorlar ham ishlayaptimi? Bor, hamma sharoit bor. Bolangiz maza qildi mana. Qarang, qattiq yo'talyapti lekin. Futbolchi bo'lasanmi? Bugundan boshlab seni isming Raul Gonzales Monsales. Rahmat dada. Ko'ptok olishimiz shart emasmi? Futbolchi bo'lmoqchimisan? Mana u yirtiq paypoqlarni hozir bitta qilamiz. Zo'r ko'ptok chiqadi, tushundingmi? Mani paypog'imni ko'rmadinglarmi? Gapga borishim kerak edi. Yo'q, ko'rganimiz yo'q, ha? Ada, o'rtog'im yangi koptok olibdi. Tushunarli. Mana senga ko'ptok, forma tayyor. Butsiga gap yo'q. Shu poliyada bemalol o'rtoqlaring bilan futbol o'ynayverasan. Hol, shoshmay tur. Yes, very good. Luis Felipe Scolari. Tinchlikmi ada? Senga chet eldan murabbiy gaplashyapman. Nimaga xafasan? Keyingi safar Atletico'ning formasini olib bering. Atletico? Dada, mana bugun tug'ilgan kunim. Mollarga suv berdingmi? Ha, suv ham berdim, o't ham berdim. Tug'ilgan kuning munosabati bilan bittadan emas, bugun ikkita bodring, ikkita pomidor olib ketasan mol boqishga. Bo'pti, mollaringga qara. Tug'ilgan kuning bilan bolajonim. Muborak 4,5 yoshing bilan bodring kalla bolajonim. Biz 60 yoshga kirib ham yubiley qilmaymiz, xotin. Mana konvertni ichida 2 kishilik chet elga sayohatga chipta. Birorta bog'chadan o'rtog'ing bilan borib kelasan, xo'pmi? 60 yoshga kirib, chorvoqqa ham bormabmiz, chol. Endi hozirgi bolalar maza qilib yashayapti-da. Men undan ko'ra sharbatdan iching.